Ishlaymi? Ketaman O'zbekistonga. Bu nima deganing? Nima deganim? Ota-onamni sog'indim, farzandlarimni sog'indim. Ortiq bu yerda qolishni umuman xohlamayman. Bular bizni odam sifatida ko'rmasa, bu yerda sovuq. Qachongacha shu ahvolda yashaymiz? Ortiq qolishni xohlamayman. Menga qara. Sen bilan meni ketishga haqqimiz yo'q, tushunyapsanmi? Haqqimiz yo'q. Ketishdan oldin sen o'zingga ko'z tikib turgan singlingni, ukangni, ota-onangni o'ylagin, bolalaringni o'yla. Meni sog'inmaydi deb o'ylaysanmi? Men ham hammasini sog'inaman. Bizning haqqimiz yo'q ketishga, haqqimiz yo'q, tushunyapsanmi? Haqqimiz yo'q. Haqiqatan haqqimiz yo'q. Mayli yog'dir yana neki azoblaring bor. G'anim bo'lsin mayli qancha kazzoblaring bor. Tanim nimta qilsin neni qassoblaring bor. Yig'lamayman ne qilsang qil ey alçak dünya. Ishlaymi? Ketaman O'zbekistonga. Bu nima deganing? Nima deganim? Ota-onamni sog'indim, farzandlarimni sog'indim. Ortiq bu yerda qolishni umuman xohlamayman. Bular bizni odam sifatida ko'rmasa, bu yerda sovuq. Qachongacha shu ahvolda yashaymiz? Ortiq qolishni xohlamayman. Menga qara. Sen bilan meni ketishga haqqimiz yo'q, tushunyapsanmi? Haqqimiz yo'q. Ketishdan oldin sen o'zingga ko'z tikib turgan singlingni, ukangni, ota-onangni o'ylagin, bolalaringni o'yla. Meni sog'inmaydi deb o'ylaysanmi? Men ham hammasini sog'inaman. Bizning haqqimiz yo'q ketishga, haqqimiz yo'q, tushunyapsanmi? Haqqimiz yo'q. Haqiqatan haqqimiz yo'q. Mayli yog'dir yana neki azoblaring bor. G'anim bo'lsin mayli qancha kazzoblaring bor. Tanim nimta qilsin neni qassoblaring bor. Yig'lamayman ne qilsang qil ey alçak dünya. Bizning haqqimiz yo'q ketishga, haqqimiz yo'q, tushunyapsanmi? Haqqimiz yo'q.